Okay guys, davom etamiz. Xo'p, sizlar bilan bugun present continuous bilan birga passive voice ishlatishni o'rganamiz. Bu juda ham oson. Xo'p. Ya'ni birinchi bo'lib misol ko'radigan bo'lsak, bu active voice hisoblanadi. Somebody kimdir, ya'ni bu subject bo'ladi, ya'ni gapni egasi kimdir, ya'ni kimdir, ya'ni kimdir qilyapti buni. Somebody is painting, ya'ni ing qo'shilyapti nima uchun? Present continuous bo'lgani uchun. Kimdir bo'yayapti, the door, ya'ni eshikni kimdir bo'yayapti. Bu active voice, chunki kimdir bajaryapti ish harakatni. Endi xuddi shuni passive voice ga o'zgartirish uchun bu object bo'ladi, ya'ni eshikni kimdir bo'yayapti degandek, shu ni qo'shilgani uchun bu to'ldiruvchi, ya'ni object bo'ladi. U gapni boshiga chiqadi. The door is bo'ladi. Nima uchun is? Chunki the door it bo'ladi, ya'ni the door so'zi itga to'g'ri kelgani uchun u, ya'ni is ishlatamiz. Being painted. Endi hop, struktura yozadigan bo'lsam, oldingi darsda birinchi passive voice boshlaganda aytgandim. Passive voice da biz har doim be ishlatamiz degan edim. Xuddi shu qoidaga amal qilgan holda birinchi ishlatamiz, biz object ishlatamiz. Ya'ni to'ldiruvchi plus undan keyin ishlatamiz biz am, is yoki are ishlatamiz. Objektni birlik yoki ko'plikdagiga qarab. Am, is, are. Keyin undan keyin biz har doim being ishlatamiz. Ya'ni be bo'lmoq, be ga ing qo'shilyapti. Nima uchun ing qo'shilyapti? Chunki bu present continuousligini bildirish uchun. Nima uchun biz mana bu yoqda paint so'ziga qo'sha olmaymiz? Sababi bizda passive voiceligini bildirish uchun buni 3-shaklda yoki ed qo'shib ishlatishimiz kerak. Shuning uchun ham biz be ga qo'shamiz. Ya'ni the door is being being, mana misol uchun. Keyin undan keyin verb plus ed yoki verb 3 ishlatamiz. Mana bu passive voice ni strukturasi hisoblanadi. Xuddi shu ketishda davom ettirsak bo'ladi. Xo'p, mana object bo'ldi. Keyin am, is, are, ya'ni bu yoqda objectga qarab am, is, are ishlatamiz. Keyin being ishlatamiz. Bu har doim ishlatishimiz kerak present continuousda passive ishlatish uchun. Keyin verb ga ed qo'shamiz yoki 3-shaklini ishlatamiz. Endi misollar ko'radigan bo'lsak, hop, misollarni ko'radigan bo'lsak, my car is at the garage, ya'ni mana mashinam garajda. It's being repaired. It is being, mana ishlatilyapti, repaired, ya'ni u ta'mirlanyapti. Ya'ni mani mashinamni kimdir ta'mirlayapti. Somebody is repairing it. Kimdir uni ta'mirlayapti. Some new houses, bir qancha yangi uylar, they are, they bo'lgani uchun are ishlatilyapti. Being, aytganimda being ishlatiladi. Built, build deyilmayapti, the built, ya'ni 3-shakl ishlatilyapti. Opposite the park, ya'ni parkka qarshisida yangi uylar qurilyapti, ya'ni hozir sodir bo'lyapti o'sha narsa. Hop, endi present continuous bilan present simple passive solishtiramiz. The office is being cleaned at the moment. Office hozirda tozalanyapti. Ya'ni davom etyapti. Ya'ni hozir kimdir ofis tozalayapti. Kimligini bilmaymiz. Ya'ni the office, office ni kimdir tozalayapti. The office is cleaned every day. Endi bu yoqda qaraymiz, is ishlatilgan, lekin isdan keyin being ishlatilmagan. Agar being qo'shsak, bu ham xuddi shu present continuous passive ga o'zgarib qoladi. Biz shunchaki isdan keyin verb number 1 ga ed qo'shib ishlatyapmiz yoki verb number 3 ishlatishimiz mumkin. The office is cleaned every day. Endi bu doim sodir bo'ladi. Endi present continuous bo'lsa hozir sodir bo'layotgan passive. Agar present simple bilan shunchaki am, is, are dan keyin verb number 2 yoki verb number 3 uzr yoki ed qo'shsak, bu present simple passive bo'ladi. Football matches are often played at the weekend. Futbol o'yinlari tez o'ynaladi hafta oxirida, ya'ni dam olish kunlarida. But no matches are being played next weekend. Lekin hech qanday o'yinlar o'ynalmayapti keyingi hafta. Bu yoqda ham present continuous ishlatilyapti. Bu haqida keyin sizlar bilan gaplashib olamiz. Ya'ni bu yoqda nimaga keyingi hafta deyilyapti, present continuous ishlatilyapti. Bu haqida alohida mavzuyimiz bor, gaplashamiz.